Lekin men xotin ustiga xotin bo'lmayman. Eshityapsizmi? Xotin bo'lmayman. Xotinimda ajrashib senga uylanaman deganingiz uchun yoningizda yuribman. Men seni yaxshi ko'raman. Tegmang menga. Tegmang. Qachongacha cho'pchaklaringiz bilan meni aldamoqchisiz, a? Tushunmadim. Nimani tushunmadingiz? Yo meni tanlang, yo uni tanlang. Tushunmadim. Ayolimni sevmayman, seni sevaman. Hozircha ayolimdan ajrasha olmayman, sababi farzandlarimiz bor. Farzandlarimiz uchun u bilan yashayman, ota-onam uchun u bilan yashayman. Hozir emas, lekin albatta bir kuni ajrashaman va sen bilan turmush quraman. Bu manipulyator erkakni navbatchi so'zlar. Bu turdagi erkaklar 90% va'dalarini amalga oshirmaydilar. Sababi bunday munosabatlarda u yutuqqa erishganlik hissini oladi, keraklilik hissini oladi, zavq oladi. Axir ikkita va undan ortiq ayollar u uchun jang qilmoqda. Sizga bo'lgan sevgisi real munosabat emas. Bu shunchaki o'zini kerakli deb his qilishga bo'lgan ehtiyoj. Keyingi videolarda bu kabi munosabatlardan qanday og'riqsiz chiqib ketish bo'yicha praktikalar bilan bo'lishib boramiz.